Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Zero. Bugungi videomizda Counter 2 o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilib ko'ramiz. Qani bo'lmasam o'yinimni ko'ringlar. Agar yoqsa yana ikkinchi qismini olamiz. Yo maniak olmoqchiman jigarlar. Maniakni bilsanglar kerak, bir ikkita youtuberlarda. Xo'sh, bo'lmasam ko'p cho'zmasdan o'yinni boshlaymiz. Nef Desert yaxshi karta ekan. O'sha menga yoqdi, juda ham yoqdi. O'zi 3 kun avval boshladim. O'zi 200 ta kill qilib tashaman, ko'rishingiz mumkin. Va shu odam menga juda ham yoqdi. Terrorist emas, yaxshi odamlardan bo'laman. Nima o'yinda oz yo'q desanglar, chunki men o'zi shunaqa qilib qo'yganman videoligichimni. Xo'sh, French filler qilib qo'ysa yaxshi bo'lib qoladi. Nastroyka ozgincha to'g'rilab oling, hammalardan uzr so'rayman. Xo'sh, bu birinchi mani montajli videoyim. Like va obuna bosib qo'yinglar. Shu bir ikkita muammo bo'lib qoldi. Shu nima desam, ovozim yozilmay qolibdi. O'shaning uchun CapCutdan ovoz beraman. Hammalardan uzr so'rayman. Va boshidan qanday chiqdi? Like va obuna bosib qo'yinglar degan. O'shanga amal qilinglar do'stlar. Hammalarga rahmat. Biz 60 ta bo'ldik, 65 ta ham bo'ldik. Endi maqsad 100 ta, chunki 60 ta, 70 ta qilgich yoqmayapti, to'g'risini aytsam. Endi biz katta kanal, obunachilar sonini ham ko'rsatyapti, obunachilarni ham ko'rsatyapti. Hammalarga rahmat. Obuna bo'lgan hammaga obuna bo'lib chiqdim. Bittadan obunachi keldi. Videosi bo'lmaganlarga ham obuna bo'ldim. Addusha yuraydasizlar. Xo'sh, bu bizni birinchi killimiz. Davay kirasizlar. Davay. Yirtib tashladim. Kanalga like va obuna bosib qo'yinglar jigarlar. Ups, voy, killim chopdi. Nastroyka qolaydi hozir. Sal ko'paytirib qo'ysangiz, sirazu o'ldirib qo'yapti-da. Xo'sh, bo'ldi. Endi normalni 10 ta, biz 11 ta. Endi yirtib tashlaymiz, bilganlar biladi. Telefonda zaryaddaman. O'shaning uchun unchalik yaxshi o'ynamayman. Hozir zaryadkadan sug'ursam, hammasini yirtib tashlayman. Mana. Zaryadkadan. Oxirida imon berdi. YouTube Zeroniki. Mana ko'rganinglardek. Birinchi montajli videom bo'lgani uchun kommentga yozib, zo'r montaj qilibsiz deb yozib qo'yinglar. Hammalardan kutaman komment va like ham, obuna ham. Shu videoda ko'p like va obunachi kelsa, yana shu obunachi tilamayman. Agar yozsanglar, albatta chiqaramiz. Sniper deb botulchi. Yana bitta o'ldirdi. Kallamdan o'qtayapti. Nima desam, chiqib ketgim keldi, lekin video buziladi. Nima desam, agar maniak olmoqchiman Azxo'ja bilan. Maniakda qanaqa bo'ladi? Maniakda yana bo'ladi. Bitta tushuntirmayman. O'sha agar shartlarni bajarsanglar, dushi kommentga maniak deb yozib tashlasanglar, albatta. Nima bu? Va nima xato ketdi ekan? Yo'q, bu yerda emas. Menimcha bo'ldi. Tajriba quyonchasimiz o'lib qoldi. Men buni Freni o'chirib qo'yish. Qani, kim tajriba quyonchasi bo'lmoqchi? Bo'ldi, o'chirdim-a. Hammalardan uzr so'rayman. Qilib tashladim ikkitasini. Men avto yoqmasam bo'ldi-da. Bo'ldi. Yoqmadi. O'ldirib tashlashdi. Snayperimni ham oldi. Kostyum oldim. Nimali? Jigarlarim, kanalga like va obuna bosib qo'yinglar. Iltimos sizlardan. Nima ketadi? 2 sekundli narsa-yu yoki 5 sekund ketadi uzog'i bilan. Yo'q, mayli, 1 minut ketadi. Bizdan shunaqa zo'r kontentlar, sizlardan shunaqa zo'r aktiv. Xo'sh, yana bitta snayper olamiz. Undan keyin snayper olmaymiz, chunki 5000 qimmatda. Normal orужие olamiz. O'zi 1600 pulim qoldi. Birinchi minus, ikkinchi, uchinchi sinqirish, to'rtinchi minus. Voz chopibdi kuchuvchi. Xo'sh,
Kanalga obuna va like bosib qo'yinglar. Ko'p so'raverdim ham. Uy mamtim. Uy qochoq. Qochoq qisib tur. O'le. Yo'q, otamadim. Xo'sh, 5 minut bo'ldi. 18 minutli video bo'lgan jigarlarim. 100 ta kill qilganman. Dushi 100 ta kill qilganman. 9 ta o'lganman. 103 ta kill qilgandim aytgancha. 103 ta va 9 ta o'lgandim. Juda ham zo'r o'yin bo'lgan. Sizlarga dushi yoqadi. Nima deb xiyonat qilaysizlarga? Qanaqa o'yinda kontent qilaysizlarga? Minecraft endi aytgancha yangi telefon olgandim. Plants or vs Zombie da aytib o'tgandim sizlarga. Aytgancha kompotni videosi addushi zo'r keldi. 6 ta like, 6 ta comment. Addushi rahmat. Keyin nechta obunachi keldi bilasizlar? 6 ta obunachi keldi. 6 ta like, 6 ta comment, 6 ta obunachi keldi. Hammalardan rahmat addushi. Yana shunaqa tarjima videolar chiqarib turaymi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu meni birinchi montaj videoyim. Endi montaj qilishda ham sekin o'rganyapman. YouTuberlardan ko'rib preview yasash unchalik bilmayman. Endi previewni qo'yarsak bo'ladi. Endi muammo emas preview. Xo'sh, o'sha Zero'sda almoqchi, bizni Telegram kanal ham ochdik. Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Telegram kanali ham mavjud bizda. Telegram kanalda har xil rasmlar, modlar, hayotim, endi yuzimni ko'rsatmoqchi emasman. Hayotimni ham har xil Minecraft haqida cho'tki narsalar tashlab turaman. Minecraft sog'inganlar bo'lsa, o'shalarga o'tib qo'yinglar. Silka kommentariyada bo'ladi. Xo'sh, hammalar addushi rahmat. U pistirichan qaranglar. $100. Temay qoldim hali. Rip o'lik. Xo'sh, arjasi nima oldim bilmayman, lekin yana bitta pulemyot olaman. Skini bor, qaranglar. Skin qilmoqchi emasman, juda ham kam vaqt ketadi yoki ko'p, bilmayman. Content makerlarni ko'rdim, bir ikkitasini. Konturdan voshshi ko'p obunachi kelar ekan. Bittasini qarasam 15 million obunachi, bittasini qarasam 10 million obunachi. Endi bizda 100 ta ham obunachi yo'q. Kanalga obuna va like bosib qo'ysanglar, shu xursand bo'lardim jigarlar. Biz ham 1K bo'lamizmi yoki o'lib ketamizmi? Tezroq 1K bo'laylik biz ham. Xo'sh, montaj xato qilmayapman ish qilib. Xato qilgan bo'lsam video YouTube'ga tarqalib ketadi. Birinchi videomda ko'rgan bo'lsanglar, hammaga salom. Bu men birinchi videom, o'yinim yoqqan bo'lsa, yana qilinglar deb chiqqanman. O'sha davrni sog'indim. Nima kelmi chopib o'tdi bu kallangga uray xuntir. Xo'sh, men bu ismi nima edi? Pulemyot вообще yo'qotdi menga. Chunki 300 ta o'qi bo'ladi, tugamaydi. Ta deb otib tashlasanglar bo'ladi. Montaydi. Shu qizlar qo'shgan o'yinga bilmayman, lekin juda ham qizlarga qarab yani snayperda qo'qishotdi. Nima qizlarni qo'shgan bilmayman. Men kalta ishotdi-da mendan. Agar yana qanaqa kartalar bilasizlar, yaxshi. Men House kartasini bilaman. House uy kartasi. Men o'shanda zombi kartasini olmoqchiman. O'ldirib qo'ydi meni. O'shani olmoqchiman. Maniak o'yinida cho'tki o'yin o'ynaymiz sizlar bilan. Hammalardan uzr so'rayman. Anchadan 2 hafta yoki 3 haftadan beri video chiqmayotdi. Chunki bir ikkita telefonimda qizib ketishlar va qotib qolishlar bo'ldi. Video olishga harakat qildim. YouTube nimagadir bloklab yubordi. Va nima desam, YouTubedan qanaqadir xabar keldi. Men kanalda yangi video chiqsin degan YouTubedan bitta obunachimiz yozibdi. Qachon video chiqarasiz deb. Hammasini o'ldirdim ha. Puxonik degani mana belimdan o'q berdi deydi. Millarda ko'rganmisizlar? Mashina urib ketdi. Biz ham millarga o'xshab gapiramizmi? Bizda kanalda 60
8 ta obunachi bor edi, lekin hammasi отписка yubordi. Nima отписка qilasizlar, jigarlar, отписка qilmanglar, video chiqadi. отписка urib, jonga ham tegdinglar. Mani videomda kam so'kinishlar bo'ladi. Bir xillar bilsanglar, so'kinib ketishadi. Agar yanada demaydi, so'kinib o'ynash xato jigarlar. Biz musulmonmiz. Aqlli qilgan bo'lsam uzr, lekin musulmonmiz. Granata Spider-Man, привет, как дела? Xo'sh. Voy, men bechorada pistolet ekan, lekin menda ham pistolet edi, lekin 31% jonim qoldi. Men bu yoshligimda-da, birinchi Counter o'ynaganimda, yoshligimda ham o'ynaganman. Ya'ni men bu chapda jon tepasidagi quyon deb o'ylardim-da. Qo'rqoqlik deb o'ylardim. Voy, orqasidan otmoqchi edim kirisa. O'shani quyon deb o'ylardim. Quyon yurak qochoq. Duh deb o'ylardim, lekin bir xillarda 150 edi-da, u yani ekan nima desam. Men ham olganimdan keyin biroz jelat ekan. Akam aytib qoldi, nima bu desam, biroz jelat ekan. Keyin o'sha payt deb qoldim. Yanida, короче, do'stlar 0 oilasi 100 ta bo'lmoqchi, keyin 200 ta, 300 ta, 400 ta, 500 ta, 600 ta, 700 ta, 800 ta, 900 ta, keyin 1K bo'lamiz. 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 10K, 20K, keyin 50K bo'lamiz, keyin 100K bo'lamiz, keyin временный knopka keladi. O'shanda men YouTube'ni tark etamanmi, nima bo'ladi bilmayman hali. Oldindan keyin 1 million bo'lsa, tilla yana keladi. U damlarga ham hali bor do'stlarim. Biz hali 1K bo'laylik yoki 100 ta bo'laylik, lekin unaqa gaplarda gaplashamiz. Hozir jigarlarim M416 da hozir miyasiga dam berib ko'rdinglarmi? Orqa qaramasi otdi meni. Kris ekanda. Video olishimni xohlamayapti. Counter agar bot bo'lishimni ko'rsatib bersam, o'ynamayman, aytib qo'y, o'ynamayman. Odamlarga tasfiya qilaman, o'ynanglar, cho'tka o'yin, potka o'ynayman, san nima qilsan? Buni cho'tki, mana. Yerda qaranglar, sizlarda ham shunaqa bo'ladi. Counter o'ynayotganingizda pulinglar qolmaganda, оружие chiqmaydi yerda. Agar pulinglar bo'lganda cho'tka оружиялар chiqadi. Va ya'ni kerak emas paytida ham chiqadi. Ko'rishinglar mumkin. Kanalga like va obuna bosib qo'yinglar. Boshidagi yoqdimi? Menga o'zim cho'tka yoqib ketdi, bor. O'zimdan faxrlanib ketdim. Manchidan beri faxrlanmagandim. Boshida YouTube kanalimni ochganda faxrlangandim, keyin bitta obunachi chiqqanimdan faxrlangandim, keyin shuni pauza qilib turaylik. Bo'ldi. Hozir mana bo'ldi. Ate bir asrga ketgan. Hammasi surishibdi. Bir asrgina. Bir asr. Hazil. Yani quvvat tejashdi. Bosib qo'ydim jigarlar. O'zi kamda zaryad. O'zi 22 zaryad. Xo'sh, mana 60 ta hammasini boshidan o'qiydiryapman. Bizda 11 ta odam aytib qo'y, ikkitasi o'libdi hozir. Ularda 10 ta, 2 ta odam qoldi. Hozir men bularni o'qiloliydi, hozir birinchi o'rinda o'qiloliydi. Hozir tepaga chiqib ko'rasizlar. Men tepaga chiqmoqchi. Akimdagi brat. Lekin men otib bo'laman, kill chopaman. U ham menikini chopgandi. Bilsanglar. Endi bir bo'ldi jimang brat, yig'lamang, siqilmang, hammasi o'tib ketadi, hammasi soxta deydi. Keyin jigarlik kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Nimagadir jami bo'lib videolarimda 85 ta komment bor ekan. Ya'nidan ko'rsam 85 ta. Ishoninglar, 3000 nechidadir odam kuzatar ekan meni, lekin obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. 98% odam ko'rib kuzatmas ekan, 99% odam ko'rib kuzatmas ekan. Endi nima bu? Jigarlar hammasi glozok qilib o'tdi.
Hozir comeback bo'ladi. Comeback jigarlar, comeback zo'r bo'ladi. Comeback itti bo'ladi hozir. Itti bo'ladi. Itti. Jigarlar, YouTube'dan ketayman. Endi akalar qadriga yetinglar. Shuncha zo'r kontent qilyapsizlar. Sizlar endi like va buni keyin komment bosmasanglar nima kerak? Hozir ko'rasizlar comebackni. Chotkim. Bo'ldim? Oy, hali bor ekan. Mana. Comebackni zo'rmi? Yopib tashladimmi? Nima deb o'ylaysizlar? 83 taga 100 ta qila olamanmi yoki 10 ta qilib keyin xiyonat qilaman? Endi bu ish bo'lmaydi. Xo'sh, anchadan beri videomga tillarim ham chiqib ketibdi-yu jigarlar. Like va obuna bosib qo'yinglar. Xo'sh, 15-44 daqiqalik botda odam chiqarmagan desam chiqibdi. Juda ham nozik o'ynayapman. Endi Ronaldo ham hayron qoladi. Chunki tezroq 100 ta kill qilib 10 ta o'lmasligim kerak. 89 ta bo'lib ketdi. Keyingi raundda menimcha 100 ta kill qilaman. Xo'sh. Endi pretsellab otsam yaxshi bo'lardi. Ana, endi pretsellab uni ham otdim. 92 ta kill bo'libdi. Ulgurmadim bu kartada, lekin addushi bittasi yo'q ekan. Mana ekan, men qanday ko'rmadim buni? Mayli, 7 ta kill, undan keyin 100 ta bo'ladi. Keyin videoni ham to'xtatamiz. Bu sizlarga bonus videoga like va obuna bosinglar. Agar maniak deb yozsanglar, agar men ham yozaman, chunki maniak ogim kelyapti. Men ham yozaman maniak deb. Maniak 1 deb yozinglar, xohlasanglar maniak deb ham yozinglar. U o'zi 102 ta kill bo'lib ketibdi. 10 ta o'lmadi jigarlar. Jonimiz 40 ta. Oxirgisidan bitta shapat yemasak bo'ldi. Bu sizlar bonus video. Agar yana kontrda yana video olishimni xohlasanglar, maniak deb yozinglar. Agar kontr deb yozsanglar ham bo'ladi. Endi sizlar bilan xayrlashamiz jigarlar. Aytgancha 2026-yil bo'ldi, aytdimmi? 2026-yil bilan hammalarni tabriklayman. Agar ushalmagan orzuylar bo'lsa, orzuylar amalga oshsin. Hammalarni tabriklayman. Men shu yilda 1 ka bo'lay yoki 500 ta bo'lay. Hammalarga rahmat. Vaqtinglarni ajratib ko'rganinglar uchun addushi yurakdasizlar, obunachim bo'lsanglar. Addushi rahmat. Qachon yuzingizni ko'rsatasiz deganlarga hali bor. Cho'chimasdan kontentlarni ko'raveringlar. Aytgancha Ramazon yaqinlashib kelmoqda. Hammalarga rahmat. 1 oymi 2 oy qoldi. Hammalarga omad, ishinglar yaxshi bo'lsin, chotki bo'lsin, go'zal bo'lsin. Mendan ham katta bo'lib ketinglar. Mendan zo'r youtuber bo'lib ketinglar. Ko'rganingiz uchun rahmat. Hammalarga xayr do'stlarim.